Allo, Alo. assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asadullayev Mansurxon aka siz bo'lasizmi? Ha. Ahvollaringiz yaxshimi? Uzr, sizni bezovta qilib qo'ydik. Mayli qizim. Bugungi Alloh inom qilgan fayzli kun Qurbon hayiti va ushbu muqaddas kunlarda qarshi olayotgan yana bir yoshingiz tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Xudo muborak qilsin, rahmat qizim. Ilohim, har doim baxt, omad, sog'lik, salomatlik, ko'ngil xotirjamligi hamrohingiz bo'lsin. Amin. Aytganingiz kelsin qizim. Ilohim. Ayni fursatda tabrik so'zi loyihasidan boshlovchi Hurriyatxon bo'laman. Otajon, bizning loyihamizga sizga atalgan ajoyib tabriknomalar bor edi. Nima deb o'ylaysiz? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Endi mani bolalarim har biri qizlarim ham, o'g'illarim ham bir-biridan mehribon. Hammasi birlashib, baribir bir kishi qilgan. Menimcha Muhammad Nosirxon degan bo'lishi kerak. Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Unda kelin qizlarim qilgan bo'lishi ham mumkin. Yo'q, ulardan ham sizga yaqinroq mehr ko'rsatuvchi, sizni har qanday yaxshi yomon kuningizda ham yoningizda bo'luvchi, qo'llab-quvvatlaydigan, hurmat qiladigan mehriboningiz, ayolingiz Mayramxon onamiz tabriklab qolmoqdalar. Shunaqami? Bu endi haqiqiy yangilik bo'ldi. Albatta. Chiroyli holatda tabrigimni ayolim yetkazib qilishlari bering. mumkin, haqiqatda. Albatta, siz bilan faxrlanar ekanlar, sizni juda ham qadrlar ekanlar. O'zgacha chiroyli holatda tilaklarimni yetkazib bering deya murojaat qilganlar Mayramxon onamiz. Rahmat. Tabrikga qo'shiluvchi farzandlaringiz Nigoraxon, Shoistaxon, Muhammad Nosirxon, Muhammad Zokirxon, Odinaxon, Ibodatxon, nabiralaringiz Habibaxon, Odinaxon, Tanzilaxon, Xadichaxon, Asliddinxon va barcha yaqinlar tomonidan Mayramxon onamizni sizga atalgan tabrik so'zlarini Allohni vakil qilib, roziligini niyat qilib, o'zi qodir etganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Rahmat sizga. Janobim Umr yo'ldoshim, qalbimning suyanchi, bugun sizning tug'ilgan kuningiz deya ushbu satrlar bilan boshlabdilar. Bu sana menga dunyodagi eng go'zal tuyg'uni, yonimda sizdek inson borligini eslatadigan muqaddas kun. Siz hayotimga kirib, meni tushungan, tinglagan, ko'tarib turgan, hech kimga ayta olmagan dardlarimni his qilgan yagonalardansiz. Men har kuni Allohga shukr qilaman. Siz menga umr yo'ldosh bo'lganingiz, qalbimni asraganingiz, meni ayol, inson sifatida qadrlaganingiz uchun ming rahmat. Hayotimda ne ko'p sinovlar bo'ldi, lekin ular orasidagi eng katta baxtim siz bo'ldingiz. Siz bilan og'ir kunlar ham yengil o'tadi. Siz bilan jim turgan on ham tinchlik bo'ladi. Siz bilan yashash bu o'zimni topish demakdir. Sizning yoningizda men himoyalangan, eshitilgan, sevgan va sevilgan bir ayolman. Bugun siz uchun duo qilaman. Alloh sizni mendan rozi qilsin, sog'lig'ingizni asrasin, rizqingizni keng qilsin, qalbingizdan osoyishtalik, yuzingizdan nuringizni ketkazmasin. Menga doimo sizga suyanish, sizga xizmatda bo'lish baxtini bersin ilohim. Sizning mehringiz men uchun eng katta bayram. Sizning yoningizda turish eng katta orzuyim edi va u ro'yobga chiqdi. Sizni butun qalbim bilan hurmat qilaman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin begim. Siz borsiz men bardavomman. Siz kulganingizda dunyo ochiladi. Siz menga inoyatsiz, ne'matsiz, rahmatsiz va farzandlarim uchun eng bebaho, eng yaxshi otasiz. Boringizga shukr. Alloh sizdan rozi bo'lsin deya Mayramxon onamiz ushbu satrlarni sizga yo'llabdilar. Rahmat. Bale. Tashakkur. Har doim mana shunday yaqinlar baxtiga sog'i omon bo'lingu, sir bo'lmasa necha yoshni qarshi oldingiz? 56 yoshli qizim. Mashalloh, xayrli bo'lsin otajon. Ilohim 100 yoshlarga kirib yuring. 100 yoshlarda ham mana shunday ayolingiz tomonlaridan tabrik dilizxorlarini, maktuplarini tinglab, baxtli-baxtiyor hayot kechirish sizlarga nasib ro'z aylasin. Amin. Aytganingiz kelsin qizim. Bale, rahmat qizim. Tashakkur. Rahmat. Sizdan baxtli bo'ling qizim. Bizni yo'limizni bersin sizga ham qizim. Ilohim, aytganingiz kelsin, mana shunday mehr, muhabbat oqibatingizga ko'z tegmasin. Ana endi ayolingizni yana bir she'rinomalari bor edi. Shuni ham taqdim etib, so'ngra suhbatimizni yakunlasam maylimi? Mayli. Bo'ladi, albatta. Rahmat sizga.
Taqdir menga bergan mukofotisiz. Umr yo'llarimda suyanchiq, yo'ldosh. Shukrki baxtiyor yashayapmiz biz siz bilan hamisha dildosh va sirdosh. Nurdek porlaganim baxtu kamolim, boringizga shukr juftu halolim. Yaxshi yomon kunim o'tar siz bilan, oilam ustuni faxru g'ururim. Qo'rg'onimiz fayzli o'g'il qiz bilan. Dilda ham to'lgan shukurim. O'tinchim abadiy kulsin iqbolim, boringizga shukr juftu halolim. Mehringiz misoli musaffo buloq, aslo bekilmasin uning chashmasi. Ba'zida qahringiz uyg'onar, biroq bir zumda iziga tushar hammasi. Shirin oilamning sharbati bolim, boringizga shukr juftu halolim. Har qanday mushkulning chorakorisiz, har qanday qayg'uga qarshi quvonchi, tinchlik muhitining binokorisiz. Tushkunlikka tushsam umid ishonchim, erkaliklar qilsam kelmas malolim, boringizga shukr juftu halolim. Dard ketar yelkangiz uzra qo'ysam bosh, men uchun e'tibor gullarin tering. Biror sabab bilan to'kkanimda yosh, sevinch bera oling, tabassum bering. Kunlari quyoshim, tunda hilolim, boringizga shukr juftu halolim. To'ylarin qilaylik farzandlarimiz, bobo buvi bo'lish nasib aylasin. Rahmatlar keltirsin dilbandlarimiz, go'zal oilamizni Tangrim asrasin. Ezgu niyatlarga to'la hayolim, boringizga shukr juftu halolim. deya ushbu ajoyib she'riy nomini ham sizga yo'llabdilar. Rahmat, hammanglarga rahmat. Sizga ham rahmat. Minnatdormiz. Rahmat sizga ham. Otajon sizdan ham mana shu mehriboningiz, umr yo'ldoshingiz, farzandlaringiz uchun ushbu hayit ayyomlarida, muqaddas kunlarda samimiy tilak duolaringiz bo'lsa, marhamat ayni damda yetkazib berishingiz mumkin. Zeroki farishtalar amin desa, Allohim izni bilan ijobat bo'lgay. Albatta. Iloyo bu shunchalik bolalarim birgalikda ayolim meni hurmat qilib, shu yaxshi tilaklarni bildiribdilar. Men bundan minnatdorman. Bu ishlarni qilishda sizlarga Xudo kuch-quvvat bersin. Bu ishlarni Xudo davomli qilsin. Ayolimga, bolalarimga hammasidan men faxrlanaman. Xudo menga shunaqa bir yaxshi juft halol bergan. Maşallah. Men ayolimdan roziman, xursandman. Ayolim bilan men doim faxrlanaman. Meni ayolim shunga arziydi ayol. Maşallah. Shu yaxshi bollarni menga tug'ib bergan, Xudo bergan bu yaxshi ayolim. Sizlarga ham rahmat. Bolalarimdan hammasidan mindaman roziman. Hammasini Xudo umrini uzoq qilsin. Hammalarni Xudo tanjonlar sog' qilsin. Avvalo yurtimizni tinch qilsin. Bunaqa yaxshi kunlarni bizga davomli qilsin qizim. Ilohim. Bu ishni chinlagan Kristina. Sizlar ham Xudo tanjoningizni uzoq qilsin. Sizlar ham katta qilgan ota-onangizga rahmat. Minnatdormiz. Hammalarga rahmat. Tashakkur. Rahmat sizga ham otajon. Siz bilan suhbatimiz juda ham maroqli va qiziqarli o'tdi. Alloh sizdan rozi bo'lsin va har doim farzandlaringizga bosh bo'lib, ayolingiz bilan birgalikda mana shu farzandlaringizni baxt va rohatlarda ko'rib yurishingizni tilakdoshimiz. Biz uchun ajratgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Ayyomlar muborak bo'lsin. Sizga ham muborak bo'lsin. Rahmat qizim. Hammanglarga rahmat. Minnatdormiz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling qizim. Xo'p.